2026 год, 20 февраля, здесь имеется по нашим диагнозам, это микроцефалия, на фоне микроцефалии образовалась асимметричная гидроцефалия, и у ребенка имеется нистагм. И судорожный синдром. Qanog'i bormi? Судорожный синдром. Qanchadan beri davolansa ovozingiz chiqsin. 1 yoshidan beri. Они у нас лечатся уже, половину лица покажу. Они лечатся у нас в течение 8 yildan. В течение 8 год. И сейчас у них поменяли лечение, сказали, что здесь гидроцефалия. Здесь нужно правильно относиться. Здесь нужно лечить гидроцефалию или микроцефалию. Demek bu yerda bitta muammo borki, bu mikrosefaliya muhitidagi gidrotsefaliya va talvasa sindromi va nistagmlar, ruhiy va jismoniy rivojlanishdan orqada qolish bor. Есть отставание психофизического развития есть. И сейчас она задаст вопрос. Вот ребенок. Давайте сейчас узнаем. Нужно сначала лечить гидроцефалию или микроцефалию. Bu yerda bemorda birinchi gidrotsefaliyani davolash kerak, mikrosefaliyani degan savol kelib chiqadi. Нужно лечить микроцефалию. В течение 8 лет вы лечились от микроцефалии, поэтому у вас нормальное соотношение лица. 8 yil mobaynida to'g'ri davolatganingiz uchun yuzda kallani, yuz qismi bilan miya qismi o'rtasidagi nisbatan to'g'ri. Соотношение лицевого и мозгового отдела головы, значит, относительно правильно. Здесь второй вопрос. Можно ли здесь лечить, значит, нистагм? Нистагм лечится только через лечение невропатолога, а не окулиста. Потому что здесь глазами мы не видим, глазами только смотрим, а зрительный центр тоже здесь страдает. Tushundingizmi? Ya'ni ko'z bilan faqat qaraymiz xolos, ko'z bilan ko'rmaymiz. Tushundingiz? Ko'z bilan ko'rmaymiz, faqat demak biz miya bilan ko'rganimiz uchun shu. Endi hozir mana dorilar nomini aytmaysiz. Biz yozgan bir dorini chiqarib yuborib, boshqa dorini beryapti. Bu endi u yo'nalish gidrotsefaliyaga ketib qolyapti. Bu holatlarda demak bolada muammo kelib chiqadi. Endi mana avval ko'zi yaxshi bo'lib qoluvdi deyapti. Lekin hozir deyapti yaxshi emas deyapti. Ko'z doktorda lecheniya oldi. O'sha paytda bizda davolanib turib olgansiz lecheniya. Shuning uchun yaxshi bo'lgan ko'z. Hozir bizda davolanmasdan olsangiz, uni ko'z doktor davolay olmaydi. Kelishdikmi? Endi yana keyingi masala, ortopedga olib boraman deyapti. Endi bu yerda precentralniy, centralniy, postcentralniy извилинlar yo'q. Mana ko'rsatyapman. Здесь почти отсутствует центральные, предцентральные и центральные извилины, которые регулируют ноги и руки. Ya'ni bir oyoq va bir qo'lni boshqaradigan markaz oldi va markaz orti pushtalari yo'q bo'lgani uchun miyadagi. Buni ortopedga olib borib operatsiya qildirganingiz bilan buni tomiri yo'q bo'lgani uchun yana bola holati yana shu holatga tushadi. Tushundingiz? Shuning uchun buni operatsiya qilinmaydi. Lekin suyagi qiyshayib qolmasligi uchun ma'lum bir направляющийlar bersangiz bo'ladi. Lekin ular ham bolada diskomfort chaqirib, tutqanog'ini kuchaytirishi mumkin. Tushundingizmi? Mana bu yaqinda bittasini ko'rdik. Сделали, men ko'rinyapmanmi? Qarab qo'y. Сделали operatsiya qilib qo'yibdi. Operatsiya bolani bitta miyasi yo'q. Yo'li hisobiga nima deydi? Chanoq son suyagi bo'shashib qolgan. Displaziya beryapti, podvывих beryapti, yarim chiqib. Sharti bor operatsiya. Nima bo'ldi desam, shu 2 soatda chiqdi deyapti. Nima bo'ldi desam, men bosmayapti dedi. Men aytdim, bir tomoni miyasi yo'q dedim. Qanaqasiga bosadi? Endi nima bo'ldi desam, ashundan beri bolam cho'chib sudurga beryapti dedi. Shuning uchun sizda ham yana sudur kuchayib ketadi. Buni miyasi yo'q odamni operatsiya qilib bo'lmaydi. Tushundingiz? Savolda mana berdi, mana masalan bu yerda mana sentralniy, postsentralniy izvillar yo'q, mana ko'rinib turibdi. Bu yerda boshqaradigan bir tomonlama yo'q. Chap tomonlama
bizniki chap tomonda, o'shuncha o'ng tomonimizda gemparez bor. Gemparez. Pravostoroniy Bu chap tomonda, shuncha o'ng tomonlama gem. Endi o'ng tomonlama gemparezni yo'qotaman deb ortoped qilsa, bolangizda diskomfort bo'lib sudurga beradi va shuning uchun hozir eng muhim bolangizni hayoti tutqanog'i yo'qolsin, mikrosefaliya davolanyapti, nistagimni yo'qotib beramiz shu. Yana savol bormi? Есть вопрос? Когда отсутствует центральный механизм управления рук и ног, ортопедическая операция не рекомендуется, потому что все равно любая операция не восстановит структуру головного мозга, а просто наркоз усугубляет состояние ребенка, поэтому мы не рекомендуем. Allah şifasını etsin, tabi Allah'ın zararı.